Sharmanda, uyalmadingmi? Dadajon, bu yolg'on. Bu sizning nevarangiz, Bunyod akaning o'g'li. Yolg'on, ishonmayman. Mana bu DNK tekshiruvida bolangni boshqa odamning bolasi ekanligi isbotlandi. Haromingni oldi, uyimdan chiqib ket. Dadajon, anglashmovchilik ketgan. Menimcha noto'g'ri tekshirishgan. Bunyod aka, hech bo'lmasa siz ishoning. Yo'qol. Ko'zimga ko'rinma. Men sendan nafratlanaman. Oyijon, hech bo'lmasa siz ishoning. Men-ku mayli ishondiman deylik. Lekin mana bu qog'oz boshqa narsa deyapti-ku. Nodir, uyimga kelib, mana bu iflos qizingni olib ket. Bolasini tekshirtirdik. U meni avlodimdan emas ekan. Qizing ham onasiga o'xshab jazman orttiribdi. Olib ket qizingni. Seni qizingga meni uyimda joy yo'q. Ey dada, dadasini kutib o'tirasizmi? Kerak emas, bor yo'qol uydan chiqib ket. Dadajon. Bor chiqib ket deyapman senga. Dadajon. Kerak emas, farzandimga bor chiqib ket uydan. Dadajon. Dada dememen iflas. Sen meni yuzimni yerga qaratding, benamus. Ular menga tuhmat qilishyapti. Men sizning yuzingizni yerga qaratadigan hech narsa qilganim yo'q. Seni o'stirdim. Hech kimdan bekami ko'z qilib tarbiya qildim. Seni menga qilgan rahmating shumi, benamus? Sen ham o'sha iflos onangni yo'ldan ketibsan-de, a? Baribir ham qon tortarkan-de. Dada, iltimos unaqa demang. Bu kuyovingizni bolasi. Ularchi adashyapti. Qaynotang borib bolangni denka qildiribdi-ku. Denka natijasida otasi boshqa chiqdi-yu. Endi o'zing qaraq oqlaysan, benamus. Yo'qol ko'zimdan. Jon dadajon, hech bo'lmasa siz menga ishoning. Yo'q. Hech qachon ishonmayman. Menga telegramdan denkani natijasini yuborishdi. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Otasi 100% Bunyod emas. Yana senga qanday isbot kerak? Uyatsiz. Sen hozir bir narsa qilib qo'ymasimdan oldin yo'qol ko'zimdan. Yo'qol dedim. Dadajon. Jon dada, ishoning. Men hech kim bilan iflos ishlar qilmaganman. Bilmadim, dinga javobi nega bunaqa chiqdi, o'zim ham tushunmayapman. Men bilaman. Men bilaman, chunki o'sha iflos onangni qoni seni qoningda oqyapti. Seni hozir bir bola olib qo'ymasimdan yo'qol ko'zim. Yo'qol dedim senga. Dadajon, ular meni uydan haydashdi. Siz ham meni haydasangiz, qayerga boraman? Qayoqqa borsen ham yo'qol. Bundan keyin ko'zingga ko'rinma. Borsha! Bolangni otasini oldiga bor. Yo'qol ko'zimdan. Bu gapni Davron ulfatlar orasida tarqatib yuborsa, men nima degan odam bo'laman? Axir hammasi yaxshi boshlangandi-yu.
Ye, Davron, yaxshimisan? ye Nodir. Salomatmisan? Qanday ishlar? Bu mahalladan badarg'a bo'lganlar nima qilibdi? Bu ukamdan xabar olay deb ota hovlimga kelgan edim. Ha, yaxshi. Jigarlarni yo'qlab turish kerak. O'zing nima qilib ko'chaga chiqib turibsan? Yo, o'tgan ketgan kampirlarni poylayapsanmi deyman a? Hey do'stim. Qizingni bo'yi yetganda ayolingni yo'qligi bilinar ekan. Keyin erkak boshing bilan o'zing sovchi kutishing g'alati bo'lar ekan. Aksiga olib qaramaysan. Bugun sovchilik kelib qolganda sinimga vaqti bo'lmaganligini qara. Shunga sovchilarni o'zim kutib olib, kuzatib, tashqariga chiqib turdim. Menga qara. Qizingni shunchalik bo'yi yetib uzatadigan bo'lib qoldingmi? Ha, nimasini aytasan? Qizim ham 21 ga kirib qoldi. Endi xudo xolisa shuni uzatib olsam, yo'q, bir gap bo'lar. Meni ayolim ham o'g'limni uylantirish uchun qiz qidiryapti. Kenjatoyimizni uylantirish harakatidamiz. Ha, shunaqami? Ha, ilohim yaxshi keldi uchrasin. Bolalarimiz baxtli bo'lsa, shu deb bizni baxtimiz. Ha, nimasini aytasan? Menga qara. Seni qizingni bo'yi yetibdi. Meni o'g'limni balki quda bo'larmiz. Quda deysam? Uncha g'alati emasmi? Nimasi g'alati? Har qalay bir-birimizni bilamiz, yoshlikdan do'stmiz. Hech qachon sanmanga bormaganmiz. Begonani bilib bo'larmidi? Mana, meni qizimning turmushi bo'lmay 5 oy deganda qaytib keldi. Shunaqangi bir ofat qaynonaga uchradiki, oxiri turmushi buzilib ketdi. Ha. Qizi qaytgan otalarga qiyin. Bunaqasidan xudo asrasin. Menga qara, meni taklifimga nima deysan do'stim? Bir gap ayt, sovchilar kelsinmi? Davron. Men oldin sening bilan bir maslahatlashib ko'ray. Keyin senga xabarni berarman. Unda javobingni kutaman. Mayli, yaxshilikda ko'rishaylik. Xudo omon bo'l. Xo'pda, yaxshi. Do'stimning o'g'li yaxshi yigit. O'qimishli, tayinli ishi bor. Muhimi ichib, chekib yuradigan yigit emas. Ha, bir o'ylab ko'rishim kerak ekan. Xo'sh, onasi, qalay, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, o'tiribmiz. Bugungi sovchilik nima bo'ldi? O'xshamadi. Qizni ko'zi qattiq ekan. Tersayib kirib keldi. Choynakni ham taraqlatib qo'yib chiqib ketdi. Na salom bor. Menimcha, u qizi yigiti bor. Ota-onasi majburlashayotgani ko'rinib turibdi. Yoqmagani yaxshi bo'pti. Men senga bir zo'r yaxshi qiz topib keldim. Voy, kim ekan? Taniysan uni? Haligi meni sinfdoshim bor edi-ku, Nodir. Ota mahallamdan. Ana o'shani qizi. Ha, tanidim. Haligi xotini erga ikkita bolani tashlab jazman bilan qochib ketganmi? Ha, ana o'sha. Bilarkansan-ku. Ha, buni butun mahalla bilardi-ku o'sha paytda. Qo'ying dadasi, onasi shu ishi qilganda kelin qilamanmi? Yo'q. To'g'ri kelmaydi. Bilib qo'y. Farzand ota-onani qilmishi uchun javob bermaydi. Endi qiz bola andazani onadan oladi. Qo'ying dadasi. Yaxshi oilani qizi uchrab qolay. Onasi unaqa bo'lgani bilan do'stim tilla odam. Bolalarim o'gay onani qo'lida qolmasin deb uylanmasdan o'tyapti. Davron aka, axir paqring yig'ishtir. Tamom, sovchilikka borasan. Sovchilikka borasanmish. Onasi bo'lmasa, do'stingiz bilan gaplashib kelamanmi? Nega do'stim bilan gaplashasan? Sovchilarni ammasi kutayotgan ekan. Ha, ammasini ham yaxshi taniyman. Talabchan, qattiq qo'l ayol. Faridadan maktabdagi hamma sinfdoshlari qo'rqardi. Ana o'sha Faridani ta'limini olgan onasi bo'lmasa ham. Qo'ying dadasi, o'ylab ish qilaylik. Avval o'g'lingizdan ruxsat so'rasak bo'lardi. So'radik-ku. Tanlagani yo'q ekan. O'zingiz topinglar dedi-ku. Bo'ldi, gap qissa qilganda tayyor tur. Qizni otasidan ruxsat tegishi bilan darhol borasizlar. Bor, turuningdan bitta yaxshilab ko'k choy damlab kelgin. Bor. Xush kelibsiz aka.
Shu vaqt bo'lsa edim. Yaxshimisan? Bir seni ko'ray deb keldim. Va yaxshi qilibsiz. Ichkarida kimdir bormi? Ha, ustida ishlashyapti. Oshxonaga yangi mebel yasattirgandim. Shuni o'rnatishyapti. Mashina ortib nima qilardi ne? Bozorda tiqilyapti-ku mebel. Aka, ko'rdim bozordagilarni sifatsiz ekan. Qolaversa, men uyimga hech qaysi birini o'lchami to'g'ri kelmadi. Shuning uchun Zinnur mebellariga buyurtma qildim. Mana, qarang, ko'ynimdek qilib olib kelib o'rnatib ketishyapti. Ha, Zinnur mebellari degan. Qani, men bir kirib ko'ray. Harmay usta. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi. Juda ham chiroyli chiqibdi. Endi buni sifati ham chiroyliga yarashami? Ha, albatta. Biz faqat sifatli mahsulotlardan foydalanamiz. Yaxshi. Bunga kafolat ham berasizlarmi? Ha, albatta. Biz mebellarimizga 5 yildan 10 yilgacha kafolat beramiz. Zinnur mebellari sifatli, mustahkam bo'ladi. Agar men ham buyurtma qilsam, chegirma sifatida qandaydir imkoniyati yo sovg'alar bo'ladimi? Zinnur mebellarga buyurtma bersangiz, moyka va sho'chilkasi bonus tariqasida qo'shib beriladi. Xo'p. Uyga kelib o'lchab ketishinglar, keyin o'rnatib berish xarajatlari qanaqa bo'ladi? O'lchash, dizayn va o'rnatish xarajatlari Zinnur mebel tomonidan mutlaqo bepul amalga oshiriladi. Unda yaxshi. Unda men ham Zinnur mebellariga buyurtma beraman. Mayli, salomat bo'ling. Aka, choydan oling. Sen bilan masala bo'yicha maslahatlashib olishim kerak. Nima gap ekan, tinchlikmi? Kecha jiyaning yana bitta joydan sovchi keldi. Aka, men bor uzr. Kecha ishdan chiqa olmadim, shunga bora olmadim. Ishdan kech kelganimga sizga qo'ng'iroq ham qila olmadim. Nima bo'ldi o'zi? Kechroq qo'ng'iroq qilamiz deyishgan edi. Qilishmadi. Bir ikkita qo'shinlardan surishtirib yurishganini ko'rgandim. Aynahoy. Onasining tarixini eshitganga o'xshaydi. Balkim shuning uchun ham qo'ng'iroq qilishmagandir. Mayli, siqilmang aka. Qizingizni taqdiri qayerdadir kutib turibdi, bu aniq. Gap unda emas. Sen bilan men boshqa narsa to'g'risida maslahatlashmoqchi edim. Kecha sovchilarni kuzatib, ko'chada turganimda do'stim Davron o'tib qoldi. Qizimga sovchilar kelayotganini eshitib, jiyanini o'g'liga so'rayapti. Shunga nima deysan? Qaysi Davron ekan aytasiz? Anu orqa mahallada turadigan sinfdoshingiz Davron ekanmi? Ha, o'sha Davron. Do'stingizni bilaman. Yomon masuf, shu faqat sal o'pkaroqdi. Doim shoshib xulosa chiqarib qo'yadi. Endi u paytlar yosh edi. Hozir ham ulg'aydi. Unaqa fe'li qolmagan. Choyxonada o'tirib turamiz, ancha o'zgargan. Aka, ulfat bo'lish boshqa, quda bo'lish boshqa-da. Nima ham derdim aka. Shu oilaga ko'nglingiz tortayotgan ekan, sovchilarni kutamiz. Buni qarang. Dadalarimiz do'st bo'lishgan ekan. Qolaversa bitta sinfda o'qishgan. Mana shu mahalladan ko'chib ketmagunimizcha qo'shni bo'lib yashagan ekanmiz. Nahotki bir-birimizni ko'rmagan bo'lsak. Bilmasam, balki ko'rgan bo'lsak ham ahamiyat bermagandirmiz. Balki. Aytgancha Sevara, o'zi siz nimalarga qiziqasiz? Shu hamma qatori. Aytmoqchimanki, oshlarga, ovqatlarga ustamsiz demoqchiman. Restoran oshpazlaridek ovqat pishirish bilmasam ham, hamma ovqatlarni bilaman. Ha, bank sohasi bo'yicha o'qidim. Bankda ishlash niyatim bor. Bir ikkita bankka suhbatga ham bordim. Agarda suhbatdan o'tsam, ish boshlayman. Agar men ishlamaysiz desamchi? O'zingiz ham o'qigan ekansiz. O'qigan odam o'qigan insonni qadriga yetadi. Menimcha unaqa demasangiz kerak.
Juda ham chiroyli javob bo'ldi. Men haqimda ham nimadirga qiziqmoqchi bo'lsangiz, bemalol so'rayvering. Buni endi taqdir bo'lsa, hayotni o'zi ko'rsatadi. Bu gapingiz ham to'g'ri. Ochig'i, menga ma'qul keldingiz. Siz nima deysiz? Bilmasam, buni uydagilar hal qiladi. Bo'lmasam, kattalar o'zi gaplashib olishaveradi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ham kim? Nimadir kerakmi? Bu meni ukam. Ha, shunaqami? Yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. Opa, siz uyga boravering. Biz erkaklarni gaplashib oladigan gapimiz bor. Mayli. Ha, uka. Nima gapingiz bor? Siz opamga sovchi qo'yib uylanmoqchi ekansiz, a? Eshitdim. Siz dadamning o'rtog'ining o'g'li ekansiz. Ha, to'g'ri eshitibsan. Men sizga aytadigan ba'zi gaplarim bor. Nima gaping bo'lsa gapiraver, bemalol. Sevara opam meni bitta opam bo'ladilar. Men ularni juda ham yaxshi ko'raman. Ha, buni bilaman. Agar opangni hech qachon xafa qilmayman deb so'z bersiz, Davom etaver, bemalol. ularga uylanishingizga rozilik beraman. Obbo seni. Opamni himoyachisiman degan. Siz va'da bera olasizmi? Ha, so'z beraman. Opangni hech qachon xafa qilib qo'ymayman. Bu sizni erkakcha so'zingizmi? Ha, ukajon. Chin erkaklik so'zim. Yaxshi, sizga ishondim. Opamga uylanishingizga men roziman. Bo'pti. Aka, sog' bo'ling, o'zingiz yetab keling. Bo'pti, xo'p. Obbo Zumrashay. Opa, nima xafasiz? Yo'q, xafa emasman. Shunchaki o'zim. To'y bo'layotgan odam ham xafa bo'ladimi? Dadamning hurmatlari majbur bo'lib unga turmushga chiqyapsizmi? Yo'q, ukajonim. Dadam meni umuman majburlaganlari yo'q. Meni o'zim biroz ko'nglim yumshab ketdi. Unda nega xafasiz? Menga ayting yoki mendan bekitadigan siringiz bormi? Yo'q. Sendan yashiradigan hech qanaqa sirim yo'q. Men shunchaki onamizni o'ylayapman. Shunday baxtli kunlarimda yonimda turmaganlaridan xafa bo'lyapman. Onamdan men ham xafaman. Men ularni yomon ko'raman. Unaqa dema. Nima bo'lgan taqdirda ham ular bizni onamiz. To'g'ri. Onamiz xato qilgan. Lekin bir kun kelib, albatta xatosini tushunib yetadilar. Menga xafa bo'lma deysiz-ku, lekin o'zingiz xafa bo'lib o'tiribsiz-ku. Meni yorug'im boshqa. Xo'p. Qiz bolani baxtli kunida, ayniqsa to'yida sirdoshi, yonida suyanchi bo'lib turadigan onasi bo'lmasa qiyin ekan. Lekin onamiz bo'lmasa ham dadamiz borlar-ku. Dadamiz juda ham yaxshilar. Lekin ularning o'rni boshqa. Qiz bolani dadasiga aytolmaydigan gaplar bo'ladi. Ba'zida dardimni kimga aytishni bilmayman. Ana, ammam borlar-ku, ammamga ayting dardingizni. Xudoga shukr. Yaxshi ham shu, ammamiz bor-a? Ha. Yana Labbay Nigorxon. hovlini endi supuryapsizmi? Kelin degani tong yotmasdan hovlini supurib olmaydimi? Men ertalab nonushta tayyorlab akangizni ishga jo'natgandim. Shunga oyijon bemalol keyin supurib olasiz degandilar. Oyim shunaqa qilib boshlariga chiqarib oladilar. Men kelinlik uyimda tongi to'r bo'lmasdan supurardim. Ana qarang, chala supuryapsiz, qolib ketyapti. Xo'p bo'ladi Nigorxon. Bo'pti, ishingizni tashlab turing-da, menga nonushta tayyorlab bering. Nonushta qilishim uchun quymoq pishiring. Haligi quymoqqa sut yo'q edi. Shu ham muammomi? Ko'chani boshiga chiqsangiz do'konda sotadi. Tez chiqib sut olib keling. Nigorxon, akangiz ertalab ko'chaga chiqmagin degandilar. Keyin men ishga borishim kerak edi. Agar sut olib bersangiz, men sizga pishirib beraman.
voy menga gap qaytaryapsizmi kenayi? Ha qizim, tushunmadim. Kenayingga aytguncha o'zing tayyorla nonushtani. Kenay ishga borishlari kerak. Qizim, siz ishingizga ketavering. Oyijon, ozgina qoldi, hozir supurib oling. Ana, qolganini Nigora supurib qo'yadi. Menga bera qoling. Boring, keting. Tushunmadim. Nega bu keliningizni ishlatyapsiz? Nima qilishim kerak? Shuncha o'qigan, uyda bog'lab o'tira olmayman-ku. Akam ishlasin dedi. Shu bilan kechki 6da keladimi? Mazzami keliningizga? Kelganida ovqatlarni yarmi pishgan tayyorgina bo'ladi. Kun bo'yi uyda bo'lsam, chala yarim pishirib qo'yaman. Qolganini kelib o'zi qilyapti. Senchi qizim, qildan qiyiq axtarma. Jim yur qizim. Voy, men nima qildim? O'zi keliningiz kelgandan keyin men fursatchiqqa chiqdim. Endi o'zingizga qiz topib oldingiz-da. Nuqul qarasa, dadam ham uni yonini oladilar. Bo'lmasam men uydan keta qolay. Kim senga unaqa dedi? Faqatgina tinch uyni notinch qilma deyapman. Yaxshi jim yuraman. O'sha arzandi keliningizga gapirmayman. Kelin tushgunicha joyi chiqib uzatilib ketsin degandim-da. O'zini turmushi bo'lmaganiga endi alamini kelindan olmasa bo'ldi. Sevar, xuddi seni 1000 yildan beri biladigan deyman. Nimaga unaqa deyapsiz? Shunchaki juda ham tez chiqishib ketdik-da. Menimcha yuldiziga tushdi deganlari shu bo'lsa kerak. Sevar, seni yaxshi ko'raman. Sendek juft uchratganiga Allohga shukr aytaman. Nega meni erim bunaqa erkalamasdi? Men undan nimam kam? Undan chiroyli bo'lsam chiroyliman-ki, ammo xunuk emasman. Yo'q, chidolmayapman. Men baxtli bo'lmadimmi? Ularning ham baxtli bo'lishga haqqi yo'q. Qizim, sen ham uyda o'tiravermasdan ishlasang bo'lardi. Ishlarman. Oyijon, kechqurunga nima ovqat qiling? Yog'liqqina manti pishiring. Manti. Tinchlikmi oyi? Tinchlikmasga o'xshaydi qizim. Sen amma bo'lasan shekilli. Nima? Amma bo'laman? Namuncha tez? Axir tushganiga 3 oy ham bo'lmadi-ku. Ersirab zo'rg'a turgan ekan-da. O'chir ovozingni. Xursand bo'lmaysanmi? Akang bolali bo'lsa. Oldin men bolali bo'lishim kerak edi, oyi. Nimaga xursand bo'laman? Sen avval tengingni topginda, keyin bolali bo'lgan. Mana akamga topdinglar-ku. Menga ham topinglar. Endimi? O'sha topganingga tegaman deb turib olding. O'zing pishirgan oshi yemay, ajrashib kelib o'tiribsan. Nima? Qayta xiyonat qilsam o'tiraveraymi? O'zing aybdorsan. Ering seni yaxshi ko'rardi. Ota-onasi bilan urushaverib, eringni bezdirding. Alohida olib chiqib ketayim deb qancha janjal qilding. Oxiri uydan haydalding. Ajab bo'pti. Endi akangni baxtini buzma. O'sha kelin o'ziga og'dirib olibdi-yu, ha? Namuncha yonini olib qoldingiz? Tiling qursin sani, zaharli ilonga o'xshamay. Ha, endi men yomon bo'lib qoldim-a? Ilohim, tinchlik, xotirjamlik, tanisihatli bo'lsin. Allohim yoshlarimiz qo'shgan bilan qo'sha qarisin. Nabiralarimizni umriga Alloh baraka bersin. Amin. Allohu akbar. Xush kelibsan do'stim. Yo'q, quda. Nabiralarim muborak bo'lsin do'stim. Tabriklagani keldim. Rahmat. O'zingga ham muborak bo'lsin. Bobo bo'lding desang, ama? Yaxshi. Ha, mana bu. So'yinchi. Quda. Yo'q, shart emas-da. Olib qo'yur, irama. Rahmat do'stim. Lekin xijolat qilding-da. Hech ham xijolat bo'lmadi.
Ha, sen biroz o'tirib tur. Men ayollarga aytay, dasturxonga qarasin. Yo'q. Qo'y, hech kimga ovora qilma. Yo'q. Hali kechroq ayollarning o'zi muborak bo'lsinga kelishadi. O'rtoq bo'lmasam, men boray. Hali qizim oldiga tug'ruqxonaga ham borganim yo'q. Ha, do'stim, nima, quruq ketasanmi? Ha, biroz o'tirsang bo'lardi. Aytyapman-ku, men ham borib tezroq qizimni, nabiramni ko'ray. Yuragim shoshib ketyapti. Bo'lmasa, bu kelishing hisob emas. Yana bir o'tiradigan bo'lib kelasan. Bo'ldi, albatta kelaman. Endi navaram bahona qilib kelaveraman-da. Bemalol do'stim, xohlagan payting kelaver. Ilohim. Allohim yaratganingga, rizqlantirib qo'yganingga o'zingga hamd sanolar bo'lsin. Yoshlaring baxtli bo'lsin. Allohu akbar. Sog' bo'ling, rahmat. Rahmat. voy asal bolam, shirin bolam, voy dadasi buni shirinligini qarang. Voy, ana. Ha, voy yig'lab qoldi. Yig'ladi. Qorni ochdimi? Voy jonim men. Obaring. Oyi, nega chaqaloq hech qaysi birimizga o'xshamaydi? Bu nima deganing? Ahmoq qiz. To'g'risi-da, dada. Buni qarang, ko'zlari ko'kish, sochlari jingalak. Bizda kimni ko'zi ko'k? Beshik bolasi 5 o'zgaradi deyshadi. Hali katta bo'lgan sari o'zgarib boraveradi. Bir chiroyli yigit bo'lsin mani bolajonim. Qaydan bekorga kelinga ishlashga ruxsat berdinglar-da? Xudo biladi ishga ketdim deb qayerlarga borib kelgan. Bir kuni xuddi shu chaqaloqqa o'xshagan bir yigit bilan gaplashib turganini ko'chada ko'rib qolgandim. Voy, jim bo'l ahmoq. Akang eshitsa ko'ngliga gumon oralamasin. Rostdan ham. Men tug'ruqxonada birinchi qo'limga bolani olganimda hayron bo'lgan edim. Nega hech birimizga o'xshamaydi deb. Gumon iymondan ayradi dadasi. Bo'ldi qiling. Voy qiz, senchi ig'vo urug'ini sochmasdan o'zing baxtingni tilagin. Bir kuni meni haqligimni bilasizlar. Nimaga menga jahl qilyapsiz? Nima qilay bo'lmasa? Qara bola bittamizga ham o'xshamaydi. Hatto seni avlodingga ham o'xshamaydi. Bu nima deganingiz? Nimalar deyapsiz Bunyod aka? Bu bilan siz Meni shubham bor. Aka, ko'z oldingizda xotiningiz xiyonat qilib, boshqasidan bola tug'ibdi. Siz meni bolam deb kerilib yurishingizni qarang. Bolaga yaxshilab tikilib qarasangiz-chi, aniq uni begonadan orttirgan. Xotiningiz sizga xiyonat qilgan, ko'zingizni oching aka. Nimaga menga xiyonat qilding, Sevar? bu nima deganingiz? Kim bilan qachon xiyonat qilibman? Isbotingiz bormi? Ana, tuqqan bolang isbotim. Uyimdagilar ham hayratda. Siz qaysi til bilan o'z o'g'lingizdan tonyapsiz-a? Bu meni bolamligidan shubham bor. Bolam, o'zing ham shubhalanyapsanmi? Ha, dada. Ochig'ini aytsam o'ylanib qoldim. Bir qarasam bola o'zimnikidek. Yana bir qarasam boshqani bolasidek tuyulyapti. Turli shubha gumonlarga berilmasdan DMK qildiringlar. Ana o'shanda hammasi hal bo'ladi. Men onangga aytaman. Ertaga onang bilan singling kelinni DNK tekshiruvdan o'tkazib kelishadi. Agar rostdan ham bu bola meni avlodimdan bo'lmasa, men bu sharmandani haydayman. Sharmanda, uyalmadingmi?
Dadajon, bu yolg'on. Bu sizning nevarangiz Bunyod akani o'g'li. Yolg'on, ishonmayman. Mana bu DNK tekshiruvida bolangni boshqa odamning bolasi ekanligi isbotlandi. Haromingni oldi, uyimdan chiqib ket. Dadajon, anglashmovchilik ketgan. Menimcha noto'g'ri tekshirishgan. Bunyod aka, hech bo'lmasa siz ishoning. Yo'qol. Ko'zimga ko'rinma. Men sendan nafratlanaman. Oyijon, hech bo'lmasa siz ishoning. Men-ku mayli ishondiman deylik. Lekin mana bu qog'oz boshqa narsa deyapti-ku. Nodir, uyimga kelib, mana bu iflos qizingni olib ket. Bolasini tekshirtirdik. U meni avlodimdan emas ekan. Qizing ham onasiga o'xshab jazman orttiribdi. Olib ket qizingni. Seni qizingga men uyimda joy yo'q. Ey dada, dadasini kutib o'tirasizmi? Kerak emas, bor yo'qol uydan chiqib ket. Dadajon. Bor chiqib ket deyapman senga. Dadajon. Kerak emas, farzandimga bor chiqib ket uydan. Endi qayoqqa boraman? O'z otam ishonmadi. Erim ishonmadi. Holim nima kechadi endi? O'zimni pokligimni qanday oqlayman? Qanday qilib hammani ishontiraman? Mitti yurakchang sezyapti. Sezyapti-ya bolam. Qo'rqma. Onang sen bilan. Hamma sendan voz kechsa ham, men sendan voz kechmayman. Bizni shu kuyga solganlarni Allohga soldim. Yaramaslar. Hali ko'rsatib qo'yaman, jiyanim iflosga chiqarish qanaqa bo'lishini. Keldingmi? Bolang uxladimi? Uxlatdim. Qorni juda ham ochib ketgan ekan. Qornini to'ydirib, tinchitib uxlatdim. Menga qara. Sen meni jiyanim bo'lib turib, nahotki o'zingni oqlolmading? O'z dadam menga ishonmagandan keyin boshqasidan qanaqa umid kutaman? Men ham adangga telefon qildim, ko'tarmayaptilar. Bilaladi, sen sho'ttaligingni. Ishqilib, dadam yaxshimikanlar? Meni quvib chiqarganlarida ahvoli yaxshi emas edi. Yaxshilar, xavotir olma. Meni ham shu masalada gapirishimni bilib turib ko'tarmayaptilar. Yo'q, tushunmadim. Akam ham nahotki shu qog'ozga ishondilar. Bolam hech kimga o'xshamas ekan. Ularning orasida oq sariqdan kelgan ko'zi ko'k inson yo'q ekan. Bekorlarni beshtasini aytibdi ular. Qaynotangni otasi xuddi shunaqa oq sariqdan kelgan gavdali odam bo'lgan. Keyinchi ko'zlari ham ko'k kishi edi. Ular mana adam bilan o'rtoq edilar. Hattoki birga tushgan rasmlari ham bor. Shu qayerdadir turibdi. Rostdanmi? Ha? Voy, men o'zimni oqla olmay tilim tugilib qolgandi. Men hali ularga shuni eslatib qo'yaman. Faqat shu manba DNK natijasi meni hayron qoldiryapti. Yo, menga qara. DNKning javobi boshqaniki bilan adashib ketganmikan? Lekin qara, unga seni ham, bolangni ham ismi yozilgan, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Bolamni qachon tug'ilgani, ismi, familiyasi to'liq yozilgan. O'zi qaysi klinikaga boruvding? Kim bilan boruvding? Qaynonam, qaynsinglim bilan birga borgandik. Ichkariga kirib topshirdik. Javobiga qaynsinglim borib keldi. U keldi-yu, uyimizda qiyomat boshlanib ketdi. Tushunarli. Menga o'sha klinikani manzilini tushirib ber. Keyin DNK javobini qog'ozi o'zingdami? Yo'q, menda yo'q. Lekin rasmga tushirib olganman. Qani, tez menga jo'natchi. Hozir telefonimni olib keling. Bo'l tez. Ada? Ha, nima deysan? Nimani o'ylayapsiz? Hech narsa. O'zim shunchaki. Bilaman, siz opamni o'ylayapsiz. Opangni o'ylayotganim yo'q. Men oldimda umuman gapirmayman. Meni unaqa qizim yo'q. To'g'risini aytsam, men ham opamni o'ylayapman. Ular hozir qayerda yurgan ekanlar? Chaqaloqlari bilan qiynalib qolmaganmikinlar?
Qatta yursa yuravermaydimi? Menga nima? Ahir chaqaloqlari bor. Qiynalib qoladilar-ku. Ularni topib uyga olib kelaymi? Nima? Hech qachon. Qani olib keladigan bo'lsang, o'zing ham qo'shib haydayman. Dada, ularga rostdan ham tuhmat qilishayotgandir. Opam unaqa emaslar. Siz ota o'rnida ota, ona o'rnida ona bo'lib, bizga tarbiya bergansiz. Siz yomon tarbiya bermagansiz. Men opamga ishonaman, dada. Men ham ishonardim. Lekin xat hujjat boshqacha gapiryapti. Ey bolam. Sen hali bunaqa ishlarga yoshlik qilasan. Sen umuman aralashma. Bilaman. Opangni haydaganim uchun mendan xafa bo'lsa, ha? Hozir meni yomon ko'ryapsan. Lekin vaqt kelib hamma narsani tushunib olasan. Men sizni hech ham yomon ko'rmayman. Siz dunyodagi eng yaxshi dadasiz. Mayli. Ilohim, sen meni yuzimga qaratmasang bo'ladi, bolam. Mayli, sen bor, darslarga qil. Bo'ladi. Yaramaslar. Jiyanimning nomini buzuqqa chiqarib, oilasini buzmoqchi bo'lishibdi. Alo. Aka, assalomu alaykum. Meni diqqat bilan eshiting. Aka, Sevarada ayib yo'q. Unga tuhmat qilishgan. Hozir men u DNK o'tkazgan klinikaga keldim. Meni qo'limda DNK tekshiruvining asl nusxasi turibdi. Aka, bilasizmi? DNK tekshiruvlariga ko'ra bola 99.9% bunyodni bolasi ekan. Buni hammasini ana qudezi qizi uyushtirgan ekan. Javoblar kompyuterda pechat qilinar ekan. Lekin uyga borgan javob xati qo'lda yozilgandi. Buni o'sha qudezi qizi hamshira bilan til biriktirib uyushtiribdi. Xullas, bor gap shu aka. Mana haqiqatni bildingiz. DNK tekshiruv natijasi qo'limda turibdi. Uydamisiz? Hozir boraman. Xo'p. Davron! Davron! Chiq nomard! Senlar meni qizimni pok nomini bulqadilaring. Ha? Nima bo'ldi? Nima gap o'zi? Tavba, tinchlikmi, ha? Nimaga uyimizga kelib baqir-chaqir qilasiz? Menga qara. Meni uyimga kelib baqir-chaqir qilguncha qizingga to'g'ri tarbiya bergan edi. Men tarbiya berishim kerak edi. Asli sen qizingga tarbiya berishing kerak. Seni o'sha tarbiyasiz qizing mana bu ishlarni hammasini o'sha qilgan ekan. Mana haqiqiy javob, ko'rib qo'y. O'sha seni qizing hamshiraga pul berib, mana shu DNK javobini almashtirib, soxtalashtirgan ekan. Chaqir qizingni. Nigora! 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 Labir dadajon, tinchlikmi? Gapir, to'g'risini ayt. DNK javoblarini sen almashtirganmiding? Mana, meni qo'limda haqiqiy javob turibdi. Gapir, Juvonmark. Ha, men jahl ustida soxtalashtirgan edim. Davron, sen asli haqiqatni bilmasdan butun mahallada ulfatlar ichida gap tarqatording. Hatto men ham qizimni buzuq desang ishonibman. Aslida hammasi seni qizingning ishi ekan. Meni kechiringlar, men yoshlik qilib qo'ydim. Yaramas. Meni yuzimni yerga qaratding. Qizingni bu qilgan ishi jinoyat. U albatta jinoyatiga yarasha jazosini oladi. Men senga buni va'da beraman. Hayf senlarga. Menga qara do'stim. Juvonmark, bu nima qilganing, ha? Do'stim, bosh egib, kechirim so'rab, kelinimizni olib ketgani keldik. Iltimos qilaman.
yoshlarni oilasi buzilmasin, kechiring. Yo'q. Kechiriminglarni pishirib yeylar. G'ish qolipdan ko'chib bo'ldi. Dadajon, iltimos, bolam bilan ayolimni qaytarib bering. Nima? Endi bolam bo'lib qoldimi? Yaqindagina uni haromi deb hamma tom turdilaring-ku. Do'stim, hammamiz ham ojiz bandamiz. Beayb faqat Parvardigor. Iltimos, kechir. Ayb mendan o'tibdi. Oxirigacha tekshirtirmasdan janjal ko'taribman. Sen o'zi yoshligingda ham o'pkang yo'q edi. O'pkaligini yana bir marta isbotlading. Senlar qizimga onasini o'tmishini yuziga soldilaring. Lekin yaxshiyam. Ammasi bor ekan, qizimni himoya qildi. Dadajon, yo'q demang. Sevarani olib ketishimga imkon bering. Yo'q dedim. Qani endi uyim bo'shab qo'ylar. Hamma bu yerdan daf bo'llaring. Sevara, iltimos, hamma gap senda qolgan. Kechir. Sevara, qizim, Labbay dadajon. nima qilasan? Bularni kechirib uyingga ketasanmi? Yo qolasanmi? Qizim, men ahmoqni kechiring. Shoshma shasharlik qilibman. Sevara, iltimos, boshqa sendan umuman shubha qilmayman. Kechir. Seni o'rningda bo'lganimda qizim, kechirmagan bo'lardim. Bu nomardlar. Dadajon, meni ham kechirish niyatim yo'q. Lekin ertaga bolam katta bo'lib, otasini so'rasa, unga nima deyman? Nimadir deng. Otang meni himoya qila olmaydigan bir landovur erkak edi. Shuning uchun ajrashib ketganman deysan. Yetim bolalarning sonini yana bittaga ko'paytirish niyatim yo'q. Agar ruxsat bersangiz, sizni rozi qilib uyimga ketsam. Qizim, hayotda o'zing uchun tura bilmasang, seni hayot yanchib tashlaydi. Qaror qabul qilishni esa o'zingga qoldiraman. Sevara, javob qizim. Xo'p deng, kechirib qoling. Aka, yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Rahmat. Yaxshi. Xudoga shukr. Ancha ko'nglim xotirjam bo'ldi. Nahotki meni qizim meni yuzimni yerga qaratadigan ish qilgan deb juda siqilib qolgan edim. Senga rahmat sening. Haqiqatni yuzaga chiqarib qizimni oqlab berding. Voy aka, nimaga rahmat deysiz? Begona emas, jigarim-ku. Nima bo'ldi? Qudangiz qizini jinoiy javobgarlikka torttirish uchun ichki ishlarga xabar berdingizmi? Yo'q. Ichki ishlarga xabar qilganim yo'q. Agar ariza topshirsam, uni jazolashlari aniq edi. Lekin bir yosh qizni umri xazon bo'lardi. Shuni o'ylab ham ariza bermadim. Mayli, uyam o'ziga yarasha xulosa chiqarib olgandir. Bugun qudam ayoli, o'g'li bilan uyga kelishdi, kechirim so'rab, Sevarani olib ketamiz deb. Nima bo'ldi? Sevarani olib ketishdimi? Ha. Olib ketishdi. Ha, o'zingiz endi yubormayman degandingiz-ku. Ochiqni aytsam, qizimning oilasini buzish niyatim yo'q edi. Shunchaki ularni bir qo'rqitib qo'yay dedim-da. Ha, yaxshi qilibsiz aka, hech kim oilasi buzilmasin. Ular ham bir adashdi-de. Ha, adashdi. Mayli, bo'lar ish bo'ldi. Hammamizga ham hisob bersin.